yurib ketishyapti, sog'lom turmush tarziga qaytishyapti, yana eski kasbiga kerak bo'lsa qaytishyapti. Og'riqli bo'ladigan bo'lsa, og'riqlarni kamaytirishga zo'r yordam beradi. Insultga juda ham foydali. Qanday qilib reanimatsiya holatida reabilitatsiya qilish mumkin? Bizda o'sha shu narsa kirib qolgan, 60-70 yoshdan oshgan odamning insult desa tushunardik. Yo'q, hozirgi paytda 9 yoshli yigitimizdan o'zim reabilitatsiya qilganman. Faktoriy insult qilib qo'ygan holatlarni ko'rganmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xalqimizning ichida insult kasalligi to'g'risida ko'plab savollar kelib tushyapti. O'shalarga birin-ketin javob berib o'tamiz. Insultdan keyin odam yana yurib keta oladimi? Agar to'g'ri reabilitatsiya orqali shug'ullaniladigan bo'lsa, mutaxassis to'g'ri nazначение qo'yib, to'g'ri ish faoliyatini olib boradigan bo'lsa, insultdan keyin hozirgi paytda juda ham ko'p patsientlarimiz yurib ketishyapti, sog'lom turmush tarziga qaytishyapti, yana eski kasbiga kerak bo'lsa qaytishyapti. Bu bilan men nima demoqchiman? Insultdan keyin faqatgina shu reabilitatsiya va nevropatolog bilan parallelniy ravishda ishlanadi. Qo'shimcha kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, har bitta doktor o'sha kerakli nazначениyalarni olib turib to'g'ri ishlanadigan bo'lsa, tiklanishi, qayta sog'lom turmush tarziga qaytishi hozirgi paytda ko'p uchrayapti. Oldingi doktorlarimiz to'g'ri ko'p yotqizib qo'yishardi. O'shaning uchun insult bo'ldi degani o'sha invalid bo'ldi deb tushunilardi. Yo'q, hozirgi paytda tiklanishlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qariyb 10 yildan beri men doktor Xurshid insultdan keyingi patsientlar qayta oyoqqa turishlariga yordam berib kelyapmiz. Bu YouTube profilni ochishimizdan sabab insultdan keyingi reabilitatsiya, insultdan keyingi muolajalar haqida xalqimizning ichida ko'p yetishmovchiliklar bor, savollarga javob olisha olmaydi. Shularga biz javob berishga harakat qilamiz imkon boricha. Obuna bo'lib qo'yib kuzatishni davom etinglar. Sizlarga manfaatli videolar tayyorlashda davom etamiz. Insult faqat qariyalarda bo'ladimi? Bizda o'sha shu narsa kirib qolgan, 60-70 yoshdan oshgan odamning insult desa tushunardik. Yo'q, hozirgi paytda 9 yoshli yigitimizdan o'zim reabilitatsiya qilganman. Undan tashqari 30 yosh, 35 yosh juda ko'p unaqa yosh insultlar. Sababi hozir birinchidan noto'g'ri ovqatlanamiz, fizik harakat kam. U sog'lig'imizga ochig'ini aytganda befarq bo'lib ketyapmiz, qonlarimiz qo'yilib ketgan, sal narsa siqiladigan, o'zimiz bir dunyoning ishini bo'ynimizga olib bir siqilib yuramiz. Buni ketidan tabiiyki insult bo'ladi. Insultlarimiz yosharib ketyapti. Ko'p yigitlarimiz, o'zimiz qatori yigitlar kerak bo'lsa nogiron bo'lib qolishyapti shu insult ketidan. Xurshid aka, insultdan keyin 6 oy o'tdi, lekin endi reabilitatsiyani boshlamoqchimiz. Endi foydasi yo'qmi? Endi bu yerda 6 oydan keyin foydasi yo'q deyilmaydi. Reabilitatsiya boshlanaveradi. Bu yerda o'z aslida hamma bemor individualniy holatidan kelib chiqiladi. Qachondan foydasi bor, foydasi yo'q. O'z aslida reabilitatsiyani qachon boshlash kerak degan savol berganingiz hozir to'g'riroq bo'lardi shu kuzatuvchimiz. Insultdan keyingi reabilitatsiyani o'zi jahon nevrologlari shunaqa aytishadiki, bu O'zbekistonning ma'lum bir nevrologlar emas, jahon nevrologlari shunaqa deyishyaptiki, reanimatsiya holatidan o'sha reabilitatsiyani boshlash kerak. Keyin bizda savol tug'iladi tabiiyki, qanday qilib reanimatsiya holatida reabilitatsiya qilish mumkin? Reabilitatsiyani turlari bor, passivniy, aktivniy bo'ladi. Reanimatsiya holatida o'sha passivniy holatda qo'l oyoq bo'g'imlari faqat harakatlantirib turiladi, o'zida bo'lmasa ham patsient. Chiqqandan keyin sekin-sekin u aktivlashtiriladi. Ana shunaqa qilgan reabilitatsiyalarimiz, endi reanimatsiya bizdan kirgizmaydi. Reanimatsiyadan chiqqandan keyingi tez boshlangan reabilitatsiyalarimizda juda ham ko'p bizda shunaqa bo'lganki, effekti zo'r olganmiz. Sog'lom turmush tarziga qaytishi juda zo'r bo'lgan, asoratlari juda ham kam qolgan unaqa patsientlarimiz. Endi qancha ko'p vaqt o'tkazsa, asoratlari qolishi shuncha ko'p bo'ladi. Vaqt o'tkazganimiz hisobiga qo'l oyoqda tonuslar bo'ladi. Tonuslarni yumshatishga vaqt ketadi. Agar o'tirish yo'qotgan bo'lsa, poзвоночный muammosi bo'ladi. Poзвоночный bilan yana qo'shimcha ishlashimiz kerak bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha kerak bo'lsa, reabilitatsiyasi cho'zilishi mumkin. O'shaning uchun o'zi ko'p kuzatuvchilarimizga biz aytardik, imkon boricha reabilitatsiyani tezroq boshlash kerak. Shu narsa bizda reabilitolog mutaxassislar yetishmovchiligi O'zbekistonda bor-da, ne только Toshkentda, O'zbekistonda bor. Menga respublika bo'yicha o'zi aloqaga chiqishadi bu masalada. Reabilitolog mutaxassislar bo'yicha. Reabilitatsiya ma'lumoti sizga yetib keldimi? Yaqinlaringizda insult alomati bormi? Siz o'shalarga shu videoni ulashib qo'yishingiz uning uchun katta foyda bo'ladi. Sababi ularga hali bu ma'lumot yetib bormagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun imkoningiz boricha shunaqa patsient insult bo'lgan tanishlaringizga bu videoni tashlab qo'ying. Manfaatli bo'ladi. Uni tuzalib yana sog'lom turmush tarziga qaytishga ozgincha bo'lsa ham hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Xurshid aka, ignoterapiya insultdan keyin foydalimi? Ignoterapiya insultdan keyin foydali, faqat uni to'g'ri tushunishimiz kerak. Insultdan keyin reabilitatsiya, massaj, fizioterapiya hamma narsani chetga surib qo'yib, faqat ignoterapiyani o'zi emas. Ular bilan parallelniy ravishda qilsa, kerak bo'lsa 2 karra tuzalishni oshirib beradi. O'sha sog'lom turmush tarziga qaytishini 2 karra tezlashtirib beradi. Chunki u asablarni tinchlantiradi, asablarni tinchlantirgandan keyin tonuslari bo'ladigan bo'lsa, tonuslarni kamaytirib beradi.
mishsalarni ishlashiga zo'r yordam beradi igla terapiya. Og'riqli bo'ladigan bo'lsa, og'riqlarni kamaytirishga zo'r yordam beradi. Insultga juda ham foydali, faqat u bilan o'sha mashg'ulotlar, massajlar, fizioterapiyalar kompleks tarzda qilinsa. Faqat igla terapiyani o'ziga tashab qo'yib, igla terapiya bilan yaxshi bo'lib ketadi deb tushunib qolmanglar. U parallelli mashg'ulot bilan birgalikda. Xo'sh aka, uyda reabilitatsiya qilish xavflimi? Uyda reabilitatsiya qilish xavflimi? Yo'q, uyda reabilitatsiya qilish xavfli emas, agar u mutaxassis bo'lsa. Endi mutaxassis bo'lmagan odam uchun, конечно, xavfli bo'lishi mumkin, sababi insultda to'g'ri muolaja qilmaydigan bo'lsa, повторный insult qilib qo'ygan holatlarni ko'rganmiz. O'zimda praktikada bo'lgan bitta patsientga konsultatsiyaga borganman, u bilan bir massajchi mutaxassis ishlagan, qay darajada mutaxassis desa bo'ladi bilmayman. Sababi bir taraf insult bo'layotgan odam общий massaj qilganning hisobiga yana qon aylanib, shu tromb bo'lgan joyiga borib tiqilgan. Bir taraf ishlamaydigan insonni ikkinchi tarafi ham insult bo'lib qolib, butkul nogiron bo'lib qolganini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. O'shaning uchun ham iloji boricha bu masalada iloji boricha insultlar bilan ishlaydigan mutaxassis bilan birgalikda ishlaganingiz yaxshi. Agar sizga va yaqinlaringizga insultdan keyingi to'g'ri reabilitatsiya muolajalari kerak bo'lsa, Toshkent shahri ichida uyingizga borib mutaxassislarimiz to oyog'iga turgunlaricha ishlab oyog'iga turg'izib berishadi. Bemor holatidan kelib chiqib o'zlariga xos programma tuzib, o'sha asosida ishlashadi. Har bir bemorga o'z отдельный individualniy programma asosida ishlanadi. Va shunga o'xshagan insultga taalluqli qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda albatta javob beramiz.